Assalomu alaykum, Kutmanli Qushbaq. Kuningizlar hurmatli No'qat Qori 24 kanalini qoptovchilar jana podpischiklari. Bugun kunga 6-oktyabr kunga 4-kunlarga valyutalarni qisqarma sizlarga tanishtiramiz. Qirg'iziston qaysi o'lkasida bo'lsa, qaysi yerda bo'lsa tinch bo'linglar. No'qat Qori 24 kanali doimo sizlarning xizmatingizda. Sizlardan valyutalardan bugungi ertaga kurs qancha bo'lib qoldi ekan bankda shu yerdan ma'lumot olib ko'rsatamiz. Bizdan olsanızlar like bos, komentar yozib qo'llab qo'yinglar bizda. Assalomu alaykum. Bugun biz birinchi lazım Boqay bankka keldik. Boqay bankda 83 so'm dollar, 81 so'm euro, 1 so'm 30 tiyin ekan rubl. Rubl bu tushib ketdi hurmatli. Hozir boshqa banklar bor, boshqa banklarda qancha shu yerdan ko'rishamiz. Aziya bankka keldik. Aziya bankda 82 so'm 80 tiyin dollar, 81 so'm euro, 1 so'm 32 tiyin ekan. Bu yerda da rubl tushib ketdi hurmatli. Xudo xohlasa ko'tarib qolishi mumkin. Hozir Do'skirda bank var, Do'skirda bankda qancha shu yerdan ko'rishamiz. 80 so'm 80 tiyin dollar, 81 so'm euro, 1 so'm 32 tiyin ekan. Bu yerda Do'skirda bankda. Ertaga kurs shunday bo'ldi. Hozir boshqa banklar qanday ekan shu yerdan ko'rishamiz. Bank Ekoislom bankka keldik. Ekoislom bankda 80 so'm 50 tiyin dollar, 78 so'm euro, 1 so'm 31 tiyin rubl ekan. Finka bankka keldik. Finka bankda 82 so'm 20 tiyin dollar, 81.00 euro, rubl 1 so'm 32 tiyin ekan. So'm 32 tiyin ekan. Shu bugungi kun shunday oyoqladi. Xudo xohlasa sizlarning obedda qanday chiqarish bo'ldi ekan, obedda kurslar qanday bo'ldi ekan shu yerdan bilamiz. No'qat Qori 24 kanalidamiz. Sizlar xizmatingizda sizlarni qo'shilib tushgacha sog' salomat bo'linglar. Like bosib, komentar yozib qo'yinglar. No'qat shahridan baringizlarga javob salomatdan mana chet elga ishlab yurgan mekandoshlaringizga Kutmanli Qushbaq tang'izlarni demoqchiman. Baringizlarni silayozini unutmaysiz. Baringizlarga No'qat Qori 24 kanalidamiz. Sizlarning xizmatingizda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.